Raznovidnosti mana hammasi balansirovочный ekranda. Hammasi shu turgan stolning barchasi mana kichkina bilan qo'shib. Ekonom haqida gapirganimizda, ekonom bo'lasiz baribir, men bo'lasiz ekonomni ko'rmayman lekin. 10 ta etaj olaylik, 10 ta etajga siz bitta nasos qo'ydingiz. Ha. 10 tasiga balansirovочный klapani qo'yib chiqdingiz. Ketiga 1 kubadan расход aniqlaysiz. Endi nasos sizdan 10 kuba haydayaptimi? Ha. Mana bugun Klemendan ishlaganmiz. Assalomu alaykum. Oyatulloh. Hozir ozgina qisqacha tushuntirib beradi. Do'stlar ma'lum. Balansirovочный klaplarni sizda mana ruchnoylari bor. Ruchnoy balansirovочный klapan. Ko'rayotganingizda o'zingiz измерительный nipeli bor. Endi ruchnoy настройка bo'ladi. Endi agarda bizning расходimiz постоянный bo'ladigan bo'lsa, переменный bo'ladigan bo'lsa, regulator перепада давленияларimiz ham bor. Перепада давления. Nima qiladi siz? Bu impulsni trubkasi moment ulanadi buni. Impulsni trubkasi ulanadi, o'zining переходlari bor. Bu cheriga balansirovочный klapanga ulanadi. Bizning stentimiz bor edi, stentimiz hali yig'ma deydi, texnikaga. Bir stent yig'ilsa ham chaqiramiz. Xo'p. Bu nima bo'ladi desa, bu naparnik bo'lib bir-biriga qo'yilsa, misol uchun, bu nima qilib beradi desa, bu misol uchun расходni siz belgilab qo'ydingiz, to'g'rimi? Qaysidir etajlaringiz yopilsa, nima bo'ladi? Расходingiz, sizni bosimingiz o'zgargandan keyin bu расход ko'proq tushish boshlaydi buni настройкasi. Bunga siz определенный bitta расходga buni berasiz. To'g'rimi? Bitta определенный расход, ya'ni bitta bosimda расход o'lchaysiz. Kilopaskalni o'lchab turib, misol uchun определенный расходga qarab, namognamani to'g'irlab qo'ydingiz masalan. 0 etiklik 06 07 yoki 1 ga to'g'irlab qo'ydingizda, sizda qaysidir vertkalaringiz o'chganda bunga bosim nima bo'ladi desa, bunga bosim ortgandan keyin расходingiz sizni ko'payadi. Disbalans. Disbalans bo'ladi. Endi bu narsa nimaki? Regulator перепада давлениyani siz o'tga qo'ysangiz, uni membranasi bor. Bu impulsni trubka orqali bu ikkalasi bir-biriga ulanadi-yu. Impulsni trubka orqali sezadi-da, mana bu yerda o'zining ichida membrana siqib sizga kerakli bosimga yana o'sha tushirib beradi. Mana bu misol uchun 10 ta vetka bo'lsa, 10 ta vetkangiz yopilsa ham bitta ishlab turgan taqdirda ham o'zining kerakli расходidan oshib ketmaydi. Misol uchun 10 ta etaj olaylik, 10 ta etajga siz bitta nasos qo'ydingiz. 10 tasiga balansirovочный klapan qo'yib chiqdingiz. Ketiga 1 kubadan расход aniqlaysiz. Endi nasos sizdan 10 kuba haydayaptimi? Siz nasos o'sha расходga qo'yasiz-ku. 10 kuba haydayapti. To'g'rimi? 10 kuba haydayotganda 9 ta etajingiz o'chdi masalan. Nima bo'ladi? Yo'q qolganiga harakat qiladi, o'chish harakat qiladi, uchta echaladi, to'ppa-to'g'ri uchun boshqa bo'ladi, farq qilib. Anaqalarga olib keladi, disbalans bo'lib ketadi. Siz agar buni o'sha sheriga bilan naparnik bilan qo'ysangiz buni, impulsni trubka orqali sezadi deb yana katta bosimga o'tganda. Impulsni trubka bo'tdi, ichida buni membranasi bor. Membranani ishib turib anaqani to'sadi. Yana o'zini anaqasiga tushib oladi, o'zini расходiga tushib olib, o'sha bo'ldi siz bergan расходingizni o'shani o'tkazmaydi. Qo'ygan hozir bu sonli hozir bu litraj-a? Yo, bu litraj emas, buni o'zining nomogrammasi bor. Ha, nomogrammasi bor. Qarab turib, mana kilopaskallar bilan litrajiga qarab turib, настройка qilib aylantirib to'g'rilaverasiz. Ha, bo'ldi. Bu значит bu bunaqa bu ham преднастройка. Преднастройка. Anaqa buni baribir через anaqa bo'ladi, apparat bo'ladi. Amatdan o'tsangiz, mana apparat qiladigan o'zining anaqasi bor. O'zining bor. Siz necha anaqa o'tayotgan, necha litr sekundiga suv o'tayotganini ko'rsatib turadi. Aniq. Buraganiz sari tushadi yoki ko'tariladi. Ha, mana bu o'zi настройка qilishga bu. Ha, bu o'zi impulsni trubka ulanishiga именно mana shu narsa. Impulsni trubka ulanadi bunga. Hozir qarang, hozir значит bu impulsni trubkaga ulansa, значит buni sheriklari уже mana balansirovочный kranami shunda? Bu buni regulator перепада давления deydi. Bu давление uchun. Bu расход uchun. Bu bitta qo'ysa, bundan o'sha ko'p qo'yish kerak bo'ladimi shunda? Yo'q, buni o'zi har bitta vetkaga bitta qo'yasiz. Ya'ni 10 ta etaj bo'lsa, 10 ta etajga bitta radarchaga buni qo'yganingizdan keyin apparatga buni qo'yishingiz kerak. Nimaga desa, chunki bari ikkita etaj o'tishi bor, uchta etaj o'tishi bor, masalan, yoki hozir gastinitsiyalarda bo'layotgan muammolardan bittasi, aytadiki, hamma etajim baribir 100% ishlamaydi deydi. Ikkita etajimni yoqib qo'yarman deydi. Ikkita etajimni yoqib qo'yarman deydi. Qolganlar dam olib turadi deydi. O'shaqa paytlarda yoki misol uchun qanaqadir bunaga etashga domlada bu narsa kerak bo'ladi. Zo'r. Значит, hozir bu parasi mana ikkitami shunda bu parasi? Bu hozir o'zining parasini aniq qila olmayman. Bu отдельный balansirovочный. Bu o'sha ruchnoy balansirovочный klapan. Bu regulator перепада давления. Yana bitta yaxshi narsa bor. Mana buni resirkulyatsiya deydi. Resirkulyatsiya? Resirkulyatsiya qo'yasiz. Mana o'zining gradislari bor. O'sha ko'rsatgan gradisingizda o'chiradi. Gradusga chiqadi, o'chirib qo'yadi. Gradusga chiqqanda o'chiradi. Nastroykasi bor ekan. Impulsni trubka regulator перепада давления bilan balansirovочный klapanga ulanadi bo'ldi. Bu impulsni trubka. Medni masli trubka. Mana mabodoga kimdir balansirovочный klapan emas, nasosdan keyin просто qancha расходim o'tayotganini bilish uchun, misol uchun nipel sotib olib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun bir gibga aniq tashab ketib turib, traynik tashab ketib turib, traynik to'g'rab, bu paytda apparatni olib kelib o'lchab ko'rsa bo'ladi. Perihodlari bor har xil. Nipellarning o'zi ham bor, nipellar ham yechiladi. Qolsa bu naqaga, to'g'rimi? Qolsa traynikka o'zi bilan ham chiqarib aniq qilib oladi. Muammosiz. Значит, mana o'lchaydigan apparati ham bor bunda. Bo'ldi. U ham sotuvda bo'ladimi? Ha, sotuvda bor. Bor-a bu narsa. Kichkina kichkina mini. Ha, fanko'rlarga yaxshi narsa ekan bu. Zo'r ekan. Raznovidnosti mana hammasi balansirovочный ekranda. Hammasi shu turgan stolning barchasi mana kichkina bilan qo'shib, mini bilan qo'shib. Italiyan mahsuloti, Cimbero'niki. Italiya Cimbero, faqat balansirovka, hammasi Platon. Hozir yaxshi mahsulot, yomon emas. Hammasi tema balansirovka faqat bu yerda. Hech qanaqa ortiqcha kirarlar yo'q, zapornilar yo'q bu yerda. Balansirovka и плюс resirkulyatsiyamiz bor. Resirkulyatsiyamiz mana temperaturani qo'yib qo'yadi, o'zi yopib ochib ekonom qilib beradi. Hozir tushunishim bo'yicha bunga hozir chistotniy nasoslar kerak-da.
agarda siz balansировочный klapanni o'zini anaqa qilsangiz, chistotni nasos qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun primoy o'tkazsam, uchta balansировочный klapan turibdi-da, o'zi 6 litrga to'g'rilab qo'ygan edim. Ikkalasini yopganimda rasxotim 14-15 bo'lib ketadi. Endi baribir 18 bo'la olmaydi, chunki baribir qarshiligi bor, hammasi qarshilayotgandan keyin bizda rasxot kamayadi. O'shaning hisobiga bu, misol uchun 14-15 ta turgan bo'lsa, keyin men bunga bitta o'tkazsam o'zini 6 litrga qaytib tushib oladi. Ikkita betga yopilgan taqdirda ham o'zini 6 litrni ushlab turadi. Balansировка, idealniy balansировка. Idealniy balansировка. Qani disbalans bo'lib, endi chistotni nasos qo'ymasam bo'ladimi, qo'ysam bo'ladimi degan savollarga chistotni nasos qo'ysa tok kaman bo'ladi. Uni boshqa narsalar ham borda. Faqat rasxotda emas. Misol uchun uni yozayotgan anaqa UPS qancha tok rasxot qilyapti, misol uchun chistotni nasos qancha tok rasxot qilyapti. aqlliga. Endi bu yo'g'iga ketadi. O'shani UPS qo'ysam, perkussion klapan qo'yishim kerak, u qilishim kerak, bu qilishim kerak. Xullas bu hammasi proyekt qilinsa, gidravlika hisoblansa ishlatiladi. Zo'r. Idealniy balans uchun, misol uchun har bitta vetkazga ayniqsa teplovoy nasos temalarida niska temperaturli bo'ladimi, vысоко temperaturli bo'ladimi, rasxotlarni aniq bilish uchun juda ham kerak narsalar hozirgi kunda. Hozir chunki biz ekonom haqida gapiryapmiz. Ekonom bo'lasiz, baribir men bo'lasiz ekonomni ko'rmayman lekin. Chunki vaqtida o'zini kerakli gradusini bersa, o'zini kerakli litrajini bersa, kerak emas payt, misol uchun teplovoy nasos bo'ladimi, konsol bo'ladimi, damosi. Yo'q, конечно, bu narsalarni sistemaga qo'shsa idealniy balansировкада katta gap ekonomiyada. Energiya tejamkorligi balansировкani idealniyligi bilan ko'riladi-da. Balansировкада agarda endi buni his-tuyg'u bilan ishlaydigan zamonlar o'tdi. Endi biz mana monogrammaga qarab turib, misollarga qarab turib, ilija vodka qarash emas, mana bunga yechib turib, stokli apparat bor deb ko'rib, litrajni to'shni bilib o'tirsa bo'ladi. Zo'r. Davom ko'ramiz. Mana shuni endi balansировкani idealniy tekshiradigan apparat. Maxsus apparat. Mana bu orqali ulanadi hammasi. O'zini har xil tillari bor. Endi bir xilda primoy to'g'ri keladi, bir xilda uglovoy, o'shanga uglovoy bor. Joyiga endi bordi, ustini qilganingiz to'g'ri kelmay qolib, sizni qo'lingizni yo'q yo'qsa, uglovoy bor. Mana bilan turib, mana shu orqali hamma narsani ko'rib, misol uchun necha litr sekundga o'tayotganiga qarab, bo'g'ib to'g'rilab qo'yasiz. Mashinada o'sha 100% настройкасы bo'ladi-da. Baribir mana bu настройка berganda hamma narsada bular baribir предварительный настройка-da. Progressivisi bor, chunki misol 5 ta qo'ygan bo'lsangiz, bitta bo'g'ib kelsangiz, o'sha boshida bo'g'ganingiz nima bo'ladi, oxirgi bo'g'ib borguncha baribir o'zgarib ketadi. Chunki nima настройкаga, chunki ana xilonisiga aytaman, boyagi bosim ham katta rol o'ynaydi o'zi sistemada. Anaqalarga qarab turib, nima deydi, предварительный настройка o'shancha 100% bo'lmaydi, bo'ladi 95, 90 lekin bu apparat bo'lsa, bu apparatga tiqib turib, anaqani ko'rib, o'lchab, siz buni o'ynab ketmasligi uchun nima qilaman siz? Agarda siz anaqani mana ya'ni qo'lim turibdi, regulator peripadi давлениyadan o'zining sherigini olib, balansировочный klapanni olib misol uchun qo'yadigan bo'lsangiz, nima bo'ladiki, o'shanda sizni 10 ta bo'lsa ham hammasini namunasi qilsangiz, mana bu o'zini rasxotidan o'tib ketmaydi. Siz ketkezdagi qarshiligingizni mana orqali настройка qilib qo'ydingiz, kerakli kilopaskalni qo'yib qo'ydingiz, bo'ldi, bu undan oshig'ini o'tkazmaydi. Zo'r. Mana yana bitta anaqa, mana balansировочный klapanni ham yanada oddiyroq bor. Ya'ni bunda nima ketsa, bunda izminitini nipili yo'q. Mahsulotni olgandan keyin bularni ishlatgandan keyin mana bunday olib tekshirish sharoiti bor. Shunaqa bor. Iloji bor. Bo'lmasa, mana 15 diametrdan 50 diametrgacha bular bor. Bularni ishlatib, mana buni o'lchash imkoniyati ham bo'ladi, xohlasa. Disklari, videolari, reklamalari, hamma narsasi bor. GPM gruppa быстрый montaj krishkasi necha kilovatt deysizmi? 46 kilovatt. Bu 46 kilovatt delta T 20 ga. Agar 10 ga bo'ladigan bo'lsa 23 bo'ladi bu. Avtomat kalkulyatsiyasi xuddi shunaqa. Agar 5 bo'ladigan bo'lsa, значит bu 11,5 bo'ladimi shunda? To'g'rimi? 11,5. 11,5 12 bo'ladi. Zo'r. Bu necha kilovatt dedingiz? Buni 750 dedingiz, ha? 750 dedingiz. 1600 gacha bor. Buni tayyor shinasini 1600 gachasi bor. 1600 dan kattasi уже predzakaz bilan bo'ladigan narsa. Tayyor shinali narsalar. Mana bular donligi zo'r. Mana endi katta uchastkalarga. 3 talisi bu. Mana bu 2 talisi. Bu necha kilovatt deysiz shunda? 400 kilovatt. Bu 400 kilovatt. Delta T 20 ga. Agarda 10 bo'lsa 200 kilovatt bo'ladi, 5 bo'lsa 100 kilovatt. Teplovoy nasoska 5 delta 100 kilovattga hisoblanadi. Bunaqasi bor. Если что, shu yerga kelaverasizlar. Reshenasi shu yerda.